Bahor fasli kelishi bilan vitaminlar yetishmovchiligi, quvvatsizlik va holsizlik bo'layotgan bo'lsa, sizga vitaminlarga boy mazali salat retseptini ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib bodring va pomidorlarni videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz va xohishga ko'ra xohlagan turdagi karomdan foydalansangiz bo'ladi, salat bargidan ham ishlatsangiz bo'ladi. Karomni qo'lim bilan maydalab oldim, bodring pomidorni qo'shib, maydalangan piyoz va makkajo'xorini ham qo'shib, eng mazali noodatiy sous tayyorlab olamiz. Avokadoni ikkitasini idishimizga solib, yumshoqqina yaxshi pishgan avokado bo'lsa yana ham mazali chiqadi. Limon sokini quyamiz, ko'katni solamiz, chesnok va tuz murchlarni ham qo'shib, 2 qoshiq grechskiy yogurt qo'shamiz. Agar sizda bo'lmasa, smetanadan ham foydalansangiz bo'ladi. Yaxshilab blenderlab olamiz. Mayin holatga kelguncha, shunaqa quyuqqina massa bo'lguncha blenderlab olib va tayyor bo'lgan salatimiz ustidan solib aralashtiramiz. Menda biroz tuz va murch kamroq bo'lgani uchun yana qo'shib yubordim. Siz ham xohishga ko'ra qo'shsangiz bo'ladi. Aralashtirib, xohishga ko'ra xohlagan taomingiz bilan dasturxonga tortsangiz bo'ladi. Ham foydali, ham mazali va tez tayyor bo'ladigan salatimiz tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Hammaga yoqimli ishtaha.